Assalomu alaykum hammaga. Bollerlarning narxi qimmatligi sababli ko'p joylarda ishlatishmaydi yo arzon bilan cheklanib qolishadi. Lekin arzon variant qilish mumkin. 1 tonnalik variantmi yo joyga qarab, o'sha qancha suv kerakligiga qarab qilish mumkin. Odam o'zi hech qanday unaqa odamdan ish opti o'sha soha bo'yicha nima kerak bo'lmaydi-da. Mana bunday variant qilsa bo'ladi. O'zimizga ko'rsatib beraman. Mana bunday variant qilib odamni o'zi qilsa bo'ladi. Pena bilan atrofini mana shunday holga keltirib, Penaplex bilan apishka qilasizlar, tamom. Bu baklarning afzalligi shundaki, bu issiq suvda ham o'z xususiyatini yo'qotmaydi. Sovuq suvda ham, issiq suvda ham bir xil. Atrofida mana bu reshotkasi uni bir xil ushlab turadi. Usti ham yopiladi. Xohlasangiz отдельный tent yo mana bunday teplый pol sistemasi bo'lgan bo'lsa agar, shundan bitta nimani shunga ulash kifoya. Yo'limiz svet o'chgan payti teplый pollarning nasosi ishlashi uchun UPS qo'yilgan. Issiqlikni xuddi aristonday ushlab turadi bir xil. Chunki o'sha aristonning atrofida ham 5-6 santimetr nima bo'lgan, bu ham primerno shunday holga kelyapti. Taxminan o'sha aristonning qalinligicha bo'ladi. Xarajati shu bitta aristonning puliga tushsa kerak-da. Tochni hisoblaganim yo'q. Taxminan shunday.